Avtoservis kuzatuvchilari o'sha uzoq kutilgan kontentlardan bittasi astoydil mana shu avtoservisga keldi. Panda degan avtoservis elektromobillarga xizmat ko'rsatadi. O'sha nima uskuna sotgan bo'lsak, hozir hammasini obzor qilib o'tamiz. Ketdi. Mana Panda avtoservis bular o'sha eng zo'r mutaxassislarni o'zlariga jalb qilib, o'sha avtoservis ochganlar. Mana bitta ko'rsatib o'tamiz. Mana bu lounge 4 tonnali, mana P-образный deyiladi. Tipa sinxronizatsiyadan o'tgan. Hamda mana bizning avtoservis Uz degan brendimiz urilgan podyomniklar. Mana mashinalar ko'p, hammasi elektromobil, ko'rib turibsizlar. Yuringlar, yana bir ikkita narsa ko'rsataman. Mana o'zi ko'p narsa olishganda bular. Mana bunaqa, ana teleshkalargacha mana. Mana bizning teleshkalarimiz mana shu 3.5 300 ming so'm qilib beramiz, bilasizlar. Bozorda ham bor. Mana verstakimiz mana bizning. Mana mo'shni verstaklarni. Mana tepada mana korobka avtomatni moyni almashtiradigan uskuna, mana plastmas, buni ham obzor qilib o'tdik. Eshiklarda bo'lsa va mana moy to'kiladigan mana uskunamiz. Mana shubdan moyni o'sha pnevmatika havo bilan tortib oladi. Mana bu aylanib o'tsak, hozir mana yaqinda chiqqan mana bu AS519 Plus modeli Launch Marseille kollaboratsiyasi. Bu mana endi olib keldi. Bitta dona birinchisi bo'lib mana shu O'zbekiston kirib kelgani mana shu bo'ladi. Buni qulaylik tomoni nafaqat pak moyi, hamda poy moyini ham almashtirib bera oladi. O'sha elektromobillarga kerakli moy. Buni yana zo'r tarafidan aka, mana ancha qulaylik tarafi isrof bo'lmas ekanda. Freonlar chiqib ketib, yana boshqadan qo'yib, buni o'zi so'rar ekanda, qaytarib yana joyiga qo'yib qo'yar ekan. To'liq o'sha avtomatik tarzida almashtiradi. Endi mana bu ham hozir ko'rsangiz ham bo'ladi, mana freon qancha chiqib ketadi, qancha kiradi, mana bormi, yo'qmi, o'zi kiradimi? O'sha qancha bo'lsa so'rab oladi, o'zini bachogiga jamlab, o'zi ko'rsatadi ham. Qancha kilo freonni tortib oldimni ko'rsatadi. Keyin yana urib berganingizda ham katta raziyasi bo'lmaydi-da. O'sha freon mijozdan olgan freonni ham yana qaytib solib berasiz. Shunaqa funksiyaga ega. To'g'rimi, Shohruh aka? Shunaqa ekan aka, zo'r. O'zi kollaboratsiyamiz bu yerda Panda Servis bilan o'zi eng asosiysi o'zi zo'r mutaxassislar yig'ilganda, o'sha Urumchidan, Xitoydan mutaxassis kelgan. Hozir mana shu o'quv markaziga kirib kelyapmiz. Qani yuringlar. Mana ko'rib turganinglarda, mana shu o'quv markazi hamma o'sha elektromobil, o'sha batareyani mutaxassis bo'laman degan odam mana shu kelib o'rganib ketadi. O'sha batafsil ma'lumotlar bilasizlar yoki Panda Servis yoki o'sha avtoservis o'ziga murojaat qilsanglar, batafsil ma'lumotlarni beramiz. Mana ko'ryapsizlar, mana elektromobillar juda ham ko'pda. Yana batareyalarni mutaxassisi dedimi? Mana bilasizlar, o'sha mashhur Launch kompaniyasidan biz o'sha batareykani polniy zaryadga, razryadga, keyin balans yoki equalizer deydi, shunaqa uskunalarni ham sotamiz. O'sha do'konimizda ham bor, o'sha mavjud. Mana shu akamizdan qarang, mana podyomningizni ishlatayotgan ekanlar. Assalomu alaykum. Bir fikrlarini bilmoqchi edim. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Podyomni почти уже 3 yildan beri ishlatamiz. Hali ana texnik обслуживание или nimadir ishlama muammosi bo'lmagan. Mana ko'rib turibsiz, Launch avtoservis kollaboratsiyasi. Shu bir xillarda bizni o'sha Launch yozmasdan avtoservis deb yozib kelamiz-ku. Shu bir xil narsa-da. O'shaning uchun ham mana shu bemalol o'sha Launch yoki o'sha avtoservis podyomniklarni xarid qilsanglar, bilishlaringiz kerak. Mana shu stenkasi qalin bo'ladi. Juda ham o'sha nozik temada. Hozir podyomnik olib kelayotganlar juda ham ko'pda, lekin o'sha stenkasi o'sha kamida 5 bo'lish kerak. 5 mm bo'ladi. Mana bu boshqa podyomniklar endi hamma joydan kirib kelyapti, ular 4.5 mm bo'ladi. O'shanda ham o'sha katta farq qiladi. Nima desanglar, mana shu og'ir o'sha elektromobillarni yoki og'ir o'zimiz o'sha jaydari benzin mashinalarini ko'tarsanglar, qaltirab qoladi podyomniklar. Ko'tara olmaydi. Yoki 1-2 yilda sekin ishdan chiqadi. Lekin mana bu nimani ko'rsanglar, mana silindrlari, mana teydan yurimiz, silindrlari, mana troslari qalinligi, hamma joylariga mana e'tibor berish kerak edi. Bekordan bekor bizani 15-20 yildan beri podyomnik sohasida yurganimiz yo'q. Yana bitta narsa, mana qarang, mana bu yerda bizda mana xarid qilishgan o'sha AKPP deydi yoki korobka avtomatni tushirayotgan yordamchi podyomnik, transmissionniy. Mana akalar, endi mana shu nimalargacha berganmiz mana shlangalarimiz. Keyin mana shu verstakimiz ham mavjud. O'sha do'konimiz kelsanglar, bor mana shu verstaklardan. Verstakimiz yaxshi, o'zini vazni 65-68 kilo chiqadi. Okalar, sizlarga ham mana shunaqa sifatli uskunalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaveringlar. Sergeli Mashina bozori 77-do'kon yoki mana shu nomerga telefon qilsanglar, batafsil ma'lumot beramiz. Avtoservis Uz.